Botirjon Qodirovni bir huzurimizga shu yerga taklif qilsakda, bir duo qilsak, mana shu otalarini Sherali Hoji Jo'rayevni mana ot o'rnini toy bosadi deb juda yuqori maqomda aytgan Sura-i Vash-Shamsini vallayl, Sura-i Vash-Shamsi vallayl surasini juda chiroyli tarzda xuddi otalaridek qilib o'qib berdilar. Bugun bu ulug' kechada, bu ulug' munosabatda, ulug' majlisda, ulamolarning ishtirokida shu narsani aytib bizlarning ruhlarimizni ham g'izolanishiga sabab bo'ldilar. Bu ukamizni haqlarida bir yaxshi duo qilib bersalar degan umid. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo avvalo bu Botirjonda umrlariga uzoq, rizqlarini ulug', mana bu ijodlariga barakot bersin. O'tgan qiblagohlari, o'tgan volidai sharifalarini bugungi xursandchiliklar, bu duolar bilan ilohim ruhlarini shod aylasin. Alloh taolo o'zlarini uzoq yillar xalqning xizmatida, xalqning e'tiborida bo'lib, insonlarga yaxshilik ulashishlikda, ma'naviyat, ma'rifat ulashishlikda, bir-birlariga mehr oqibat ulashishlikdagi go'zal baytlarni aytib, g'azallarni aytib, hammani qalbidan joy olib yurishlarini Alloh nasib qilsin. Fitnai oxir zamondan Alloh omonda qilsin. Zurriyotlardan, avlodlaridan yaxshi insonlar, yurtga, xalqqa, vatanga xizmat qiladigan ulamolar, zabardast olimlar chiqishligini, san'atda bo'lsin, ilmda bo'lsin, hammaga namuna bo'ladigan avlodlar chiqishligini Alloh nasib qilsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika. O'zi bugun asosiy xizmatda asakaliklar ekanmiz. Men ham, Botirjon ham, Avazbo'g'in ham hammamiz asakalik ekanmiz. Mikrofonni Alloh taolo hammalarimizni mana shunaqa yaxshiligida, ittifoqchilikda bardavom qilsin. Allohu akbar.